amin bo'laman. 1000 marta qutqarsang unutishadi, 1 marta xato qilsang umrbod eslashadi. Iker Casillas. Insonning qalbi qanchalik past bo'lsa, burni shunchalik osmonga ko'tariladi. U qalbi yetmagan joyga burni bilan intiladi. Umar Hayyom. Tabassum har doim ham quvonch alomati emas. Ba'zida bu kuchli alomat. Majlis. Mohir strateg uning g'alabasi muqarrar bo'lsa ham keraksiz jangdan voz kechadi. Lao Tzu. Men kuch so'radim va Xudo kuchli bo'lishim uchun menga qiyinchiliklar berdi. Men donolik so'radim va Xudo menga hal qilish uchun muammolar berdi. Men jasorat so'radim va Xudo menga yengishim uchun xavf-xatarlarni berdi. Men sevgi so'radim va Xudo menga g'amxo'rlik qilishim uchun siz insonlarni berdi. Mening duolarim ijobat bo'ldi. Dono iqtiboslar. Kamera, перекресток, 60. Nimanidir bajarishning eng oqil yo'li gapirishni bas qilib, harakatni boshlash. Walt Disney. Baxtni kafolatlamaydi, ammo qashshoqlik baxtsizlikni kafolatlaydi. Antoine de Saint. Yoshligingda o'rgansang, qariguncha ko'nigasan, qariganda o'rgansang, ko'nikkuncha ko'milasan. Gruzin xalq maqoli. Dunyoni tanqid qilishdan avval uyingizni mukammal tartibga soling. Jordan Peterson. Borma aytmaganning dasturxoniga, qo'l uzatsang qadring tushar noniga. Zamaxshari. Xotinlarga itoat etmang, ularga qarshilik qilib turmasangiz, uydan baraka ketadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu. Siz davolagan it sizni hech qachon tishlamaydi. Bu it va inson orasidagi asosiy farq. Bernard Shaw. Bir kishi ko'lmakka qarab, unda loyqa suvni ko'radi. Boshqa bir kishi esa osmondagi yulduzlarning aksini. Edgar Allan Poe. Mantiqni ilk bor o'ylab topganimda, xursandchilikdan 40 ta qo'yni so'yib, katta ziyofat uyushtirdim. Shundan buyon qo'ylar mantiqni yoqtirmaydi.